Bismillahirrohmanirrohim. So'nggi vaqtlarda butun dunyo bo'yicha, ayniqsa karantindan keyin butun dunyo bo'yicha ikki haramni ziyorat qilish, ya'ni Masjidul Harom, Makka shahridagi va Madina Munavvaradagi o'sha Masjidun Nabaviyni ziyorat qilish butun dunyo bo'yicha kundan kunga oshib boryapti, ko'payib boryapti ziyoratchilar. Mana shu so'nggi vaqtda bir Madinadagi namozlarda bir narsa o'sha vujudga kelyapti, ya'ni xatolik. Bu nima desa, Madina Munavvarada Masjidun Nabaviyda imom turadigan chiziq bor. Ya'ni o'sha mehrob turadigan chiziq bor. Ya'ni Masjidun Nabaviy juda katta hudud, ya'ni yopiq hududi bor, xonaqoh qilingan va tashqari hududi bor. Tashqari hududi yopiq hududidan ham kattaroq bo'lgani uchun ko'pchilik insonlar ichkariga sig'masdan tashqarida turadi. Mana shu tashqarida turishda qibla tomondan keladigan, o'sha qibla tomondagi mehmonxonalarda turadigan ziyoratchilar namozga kelganda qibla tomondan keladi. Kelgan vaqtida orqaga o'tishga joy topa olmasdan yoki erinib yoki bo'lmasa boshqa sabablar bilan imom turgan chiziqdan oldida turib namoz o'qishga harakat qilish holatlari bugungi kunda kundan kunga ko'payib boryapti. Bu narsa bizning mazhabimizda, ya'ni farz namozlarni o'qiganda imomga ergashilinadi. Imomga ergashgan inson imomni orqasida turishligi shart va zarur hisoblanadi. Uni oldida turib namoz o'qisa, o'sha namozida o'sha qabul bo'lmaydi bu. Shuning uchun mana shu holatga bizni diyorimizdan ham alhamdulillah ziyoratchilar ko'payib bormoqda. Ayniqsa ayollar jamoat mana shu imomdan oldinga turib oladi. Bu narsaga so'nggi vaqtlarda erkaklar ham turib olish holatlari kuzatilyapti. U yerdagi nazoratchilar nima uchun qaramaydi bunga deyish mumkin. Mana shunday savol chiqadi. Bu yerda nazoratchilar o'sha narsani oldini olish uchun oldin ko'p harakat qilishardi va yo'l qo'yishmasdi. Hozir ham harakat qiladi. Hozir ham o'sha imom turgan chegarasini belgilab, tashqaridan ham o'sha bannerga o'xshagan narsalar qo'yib, yozib qo'yibdi. O'sha narsa ham sizga o'zi eslatma. Lekin ziyoratchi soni kundan kunga ko'payishi natijasida u yerdagi imkoniyatlardan kelib chiqib, bu narsani oldini ola olmayapti. O'sha yerdagi mas'ullar. Lekin biz ibodatimizni to'g'ri bajarish maqsadida bu narsani bilib, o'sha imomdan orqaga o'tib namozimizni ado qilishimiz shart va zarur hisoblanadi. Agar imomdan oldinga tushib qolsak, unda namozni qaytarib o'qish kerak bo'ladi. Mana shu tarafiga e'tibor berilsa, nurun ala nur bo'ladi. U yerda o'zi yozib qo'yibdi, imom turadigan chegara belgilangan, masjidni xonaqosini tugagan nuqtasi ma'lum hammaga. Doimiy namoz o'qiydiganlar buni juda yaxshi biladi. Yangi namozxonlarda mana shu holat kuzatiladi. Shuni oldi olinsa, inshaalloh hamma uchun manfaatli va to'g'ri ibodat qilingan bo'ladi.